Alaykum hurmatli obunachilar. Xolasa tering narxlaringizni obzor qilib o'tamiz. Video davomida bugungi savdomizni ham qo'yib boramiz. 4,5 metrli to'sin 715 Mirza tering 110 ming so'mdan. Vassalarimiz 15 ming so'mdan. 4 metrli 715 110 ming so'mdan. 5 metrli abrizni 12 ga to'rlarimiz 75 ming so'mdan. Reykalarimiz 4 ming so'm. Ana bu vassani ham yana ham zo'rlari chiqdi. Bu ham 15 ming so'mdan kvadrat qana. Keyin 7 ga 13 4 metrli brusimiz 90 ming so'm. 4,5 metrligi 110 ming so'm. Keyin 6 metrli to'sinlarimiz mana 6 metrli to'sinlarimiz 180 ming so'm. 5 metrli baquvva to'sinlarning eng bo'lish narxlarini 180 ming so'm qilib beramiz. 5 metrli sredniy to'sinlarimiz mana bu to'rdaylar 150 ming so'mdan qilib beramiz. Motor 1,5 metrli to'sinimizni 110 ming so'm qilib beramiz. Mana holatlari zo'r. Mana yana 5 metrli to'sinimiz yangisi, quruq deganlarga quruq, yangi deganlarga yangi 150 ming so'mdan. Harilarimiz metrini 80 ming so'mdan qilib beramiz. 6 metrli sarroplarda 75 ming so'm. 6 metrli strapilarlar 50 ming so'm qilib beramiz. Endi tez gapiryapmiz, hali juda ko'pchilik ham malol kelib qolmasin. Narx-navo bilgan kirilyapti bu gruppaga. 6 metrli sarropimiz 60 ming so'm. Hali bir xilgilarga malol ham kelib qoladi-da, juda ko'p tanishuv nima qilsam, undan ko'ra tezda terelarimiz narx-navosi bilan tanishtirib o'tyapmiz. Mana xudo xolasa hozir Andijonga yana bir mashina yukimiz chiqib ketdi. 4 metrli brus, 4,5 metrli brus, 4 metrli to'sin, 5 metrli sarrop, 6 metrli sarrop qilib berganmiz. Bular tirikchiligiga, andijonlik klientlarimizga. O to'g'rida 4 metrli to'sinlarimiz ham qirlari turibdi mana. Kimga shunaqa chiroyli materiallar, sifatli ko'k teri mahsulotlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kun-tun xizmatlaringdamiz. Xudo xolasa ishlaring juda ham chiroyli qilib, zo'r qilib bitkizib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 6 metrli to'sinimiz mana yuklanyapti. 6 metrli to'sinimizni 180 ming so'mdan berdik. 4 metrli brus berdik 14 ta 90 ming so'mdan. Keyin 4 metrli rulat berdik 40 ming so'mdan. Keyin 2 metrli abriznoyni berdik 15 ming so'mdan. 2 metrli brus berdik 25 ming so'mdan akamizga. Endi o 5 metrli ustimni olib chiqyaptilar 30 ming so'mdan undan berdik. Hozir yana 4,5 metrli to'sin vassamiz bor. Ularni ham birma-bir obzor qilib o'tamiz hozir. 15 ta ustunni ham 5 metrli ham yuklab berdik. Endi 4,5 metrli to'singa navbat 38 ta 4,5 metrli to'sin yuklab beramiz. 4,5 metrli to'sinni boshladik. 4,5 metrli to'sinni 110 ming so'mdan berdik. Bo'ldi, bo'sh bo'lsalar kelaveringlar aka. Bo'sh bo'lsalar kelaveringlar aka. 4,5 metrli to'sinlar yuklab bo'lib, bo'lasa 2 metrli lapet vassaga navbat keldi. 2 metrli vassadan 140 kvadrat berdik. Orasini chiroyli qilib yuklab yuboryapmiz. Vassamizni ham yuklab bo'ldik mana 140 kvadrat. Bo'lasa, ishlar juda chiroyli qilib ishlarni bitkizib berdik. Sog' bo'linglar.